Otaning qilgan gunohlari bolalariga ta'sir etishi mumkinmi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu borada oldin ham aytuvdik, yana bir marta ta'kidlab qo'ymoqchimiz. Asli qoida shuki, umumiy qoida shuki, bir jon ikkinchi bir jonning gunohini zimmasiga olmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni bir oyat qilib nozil qilgan. Estaizu billah va la taziru waziratun vizra ukhra. Bir gunohkor nafs, jon boshqa bir gunohkor nafsning gunohini zimmasiga olmaydi. Hech qanday sababsiz bittasini gunohi ikkinchisiga yuklanmaydi. Uning gunoh qilishiga sabab bo'lishligi yoki o'sha gunohga undashi boshqa masala. Lekin hech qanaqa aybi yo'q odam ikkinchi bir aybdorning aybiga javobgar emas. Gunohiga javobgar emas. Bu umumiy qoida. Lekin bundan bir narsani bilib olishimiz kerak. Bu qoidadan tashqari bir narsani bilib olishimiz kerak. U ham bo'lsa ko'pchilik ulamolarimiz, xususan Imom Navaviy rahmatullohi alayhining bir gaplari bor bu borada. Ota-onani qiladigan qilmishi, gunohi farzandlarining hayotidagi barakotiga, yaxshiligiga, hayotidagi demak farovonligiga, oxiratdagi hattoki daraja topishiga ta'sir qiladigan darajada demak o'ringa ega deydilar. Ya'ni ota-onani bir gunoh ishi farzandlarini yomon oqibatga, farzandlarini yomon demak ta'siriga sababchi bo'lishi mumkin. Bunga misol qilib Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi bir oyatini keltiradilar. Estaizu billah. O'sha A'rof surasidagi oyatda keladi. Al-baladut tayyibu yakhruju nabatuhu al-baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni robbih vallazi khabusa, bizga kerak bo'ladigan joyi, vallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Pokiza bir diyor o'zidan o'zini pokiza nabototini, o'simliklarini chiqaradi. Endi bu yerdan murod ota-ona yoki boshqalar. Ammo vallazi khabusa, o'zi asli buzuq bo'lsa, o'zi asli iflos bo'lsa, o'zi asli gunohkor bo'lsa, undan faqatgina buzuqliklar chiqadi degan ma'nodagi oyat. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo Kahf surasida ikkita bolani xazinasini Musa alayhissalom bilan Xadir alayhissalom ikkovlari ustini yopish uchun ko'tarib qo'yganlari misolini keltirib turib aytadilarki: فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. O'sha falon devor Xadir alayhissalomdan Musa alayhissalom so'rab qo'ymaganlaridan keyin oxiri ajrashish paytida bo'ldi, men endi gapirib siz bilan ajrashaman deb turib yo'ldagi qilgan ishlarining hikmatini aytganda bekordan bekorga bir devorni buzib tiklab qo'yishadi. Pul olishmaydi unga. Shunda Musa alayhissalom o'zi qornimiz och bo'lsa, shunga pul olsangiz yaxshi edi-yu degan ma'noda e'tiroz bildirganlarini javobini Xizr alayhissalom aytadilarki, anu devor masalasiga kelsak, u paytda javobini bermovdim. Endi aytaman. U devor ikkita yetimning joyi edi va u yetim uchun u devorning ostida bir xazina saqlab qo'yilgan edi. U yetimning xazinasi bor edi. Ana shu yetimning xazinasini biz saqlashga harakat qilishimizning sababi va kana abuhuma solihan. Ularning ota-onasi solih edi. Ya'ni ikkita yetimning ota-onasi yaxshi bo'lgan. O'lib ketgan ular, yetim bo'lishi uchun o'tib ketgan bo'lishi kerak. Uning otasi solih, yaxshi odam bo'lganligi tufayli Alloh azza va jalla o'sha otasining yaxshiligi sababli bolasining rizqini, bolasi uchun saqlab qo'yilgan xazinani saqlanishini, to u bolalar balog'atga yetib, yoshiga yetib, bemalol foydalanadigan yoshga yetguncha muhofaza qilinishini xohlab, Musa alayhissalom bilan Xadir alayhissalomga uni ko'tarib qo'yishlikni buyurdi. Mana shu ma'noda demak davom etdi. Endi boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Estaizu billah va ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum" deydi. Nimaiki sizlarga bir musibat yetsa, o'zingizni qo'lingizni qilgan kasbi tufayli deb Alloh taolo marhamat qilgan. Demak, o'zimiz qilgan kasbimiz tufayli bizga musibat yetadi. U musibatning ichiga yetadigan musibatga farzandlarimizning nosolih bo'lishi ham, noqobil bo'lishi ham, ulovimizni bizga bo'ysunmasligi ham, ayollarimizni bizga itoat etmasligi ham ana shularning umumiy doirasiga kiradi. Fudayl ibn Iyazning gaplari bor. Fudayl ibn Iyaz rahmatullohi alayh aytadilarki,
men Alloh azza va jallaga mabodo bir isyon qilib, gunoh qilib qo'ysam, o'sha qilgan gunohimning asarini, ta'sirini yo ulovimda ko'raman yoki ayolimda ko'raman deganlar. Gunohni men qilaman, yo ulovim menga bo'ysunmaydi, yoki ustidan tushirib yuboradi, yoki meni tepadi, yoki uyimga kirsam ayolim menga gap qaytaradi, menga itoatsizlik qiladi, yoki buni davom ettirishimiz mumkin. Yoki uyga kirsak, bola chaqamiz o'sha bizning gunohimiz tufayli bizga yuzimizga tikka turib gapiradigan, bizga odobsizlik qiladigan tarbiyali bo'lib qoladi. Bularning barchasi bizni demak fe'limiz, gunohimiz tufayli bo'ladi. Yana ulamolarning umumiy qoidasi bor. Men bu qoidani ham aytib o'tish lozim deb bildim. U ham bo'lsa zino qarzdir deganlar. Mana oddiy misol zino qarz. Zino qarz degan nima degani? Bir kishi erkak yoki ayol zino qilsa, qilgan zinosidan tavba nasuh qilmasa, ana shu zinosini, qarzini, u qarz olib qo'ydi bo'ldi. Zino qilganligi tufayli. Endi qarzini ado etish yo uning xotiniga, agar erkak kishi bo'lsa, yo qiziga, yo singlisiga, yana boring yoki boshqa unga yaqinroq ayol qarindoshlariga zimmasiga tushadi. Ular ham zino qilish ehtimoli bor. Yoki buni aksi, ayol kishi zino qildi, agar tavba qilmasa, uning ham yaqinlari, yo o'g'li, yo eri, yoki unga o'ziga yaqinroq bo'lgan kishilar zino qilib qo'yishligi mumkin. Alloh asrasin. Mana shu ma'noda demak, birovning gunohi aslida birovga yuklanmaydi, ammo uning hayotidagi noxushliklarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan harakat hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob.